Oldiga nima chiq. Chiq. Voy, молодец, chiq. Davay, bo'l chiq. Endi bilib qo'y, endi ushlab qolmayman, o'zing yerga tushasan. Yanlış kamera. Chiq, endi chiqasan. İyiyim, Voy, iyiyim, voy, demak, ko'rasizmi, boydan yig'lash. Şu anda. Молодец, tush endi. Tush. Mana shunaqa tashiydi, ko'rasizmi? O'zing qo'ymasan, chiq. Chiq, mana bu o'ziga ishonayotganda. Oldinga nima qochadi? Bu vaqtda sen anta o'ziga Ha, qara, oyog'ini qo'yapti. Ko'tar. O'z harakat ko'tar, tur. Ha, ko'rdingiz, turdi. Ko'tar, imanga yopishmayapti. Imron молодец. Oyog'i turibdimi? Turibdi. Oyoq turibdi. Qani ko'tardi, o'zi ko'tardi. Молодец. Hamma jarayonlarga sensor integratsiya birinchi o'rinda katta yordam beradi. Tush, sen ham bo'linglar. O'ziga o'zi xizmat qilolmayotgan bo'lsa, bergan vazifalarni bajarolmayotgan bo'lsa, zinadan chiqib tushishni bilmasa, yurishda koordinatsiyalar ololmasa, yozishda, nutqida problemalari bo'lsa, aynan sensorli integratsiya darsimizga kelinglar. Osongina bitta dars o'zida natijaga erishishiga kafolat beramiz. To'pga tushib ketgandan keyin ham qo'rqmasdan chiqdi, chunki o'zi ishonadi Imron qila olishiga. Tushxona endi, aka. Mana o'shamasdan turaman, tushing. Voy, tushdi. Молодец. Voy, mana jonim.